Bugungi mavzumiz 96 to'plamdan qoldiqli bo'lish. Qoldiqli bo'lishda bitta qoida bor. Shuni bilib bilsak bo'ldi. Ya'ni bo'linuvchi, to'liqsiz bo'linma va qoldiq. A bo'linuvchi, B bo'luvchi, N to'liqsiz bo'linma. N qoldiq. Shunda bo'luvchi, to'liqsiz bo'linma, qoldiq, bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lsin, har doim ko'payib qo'shilsin, ya'ni qoldiq qo'shilsin. Shu qoidaga bo'ysunsa qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Birinchi misolga o'taman. 240 ni qanday songa bo'lganda, qanaqadir B songa bo'lganda to'liqsiz bo'linma 15 ga, qoldiq esa 3 ga teng. 243 dan 3 ni ayirib 15 ga bo'lib, ya'ni 240 teng B kara 5 yoki 24 kara 10 deyman. 15. 24 kara 10 deyman. B kara 15. 5 ga bo'laman 3, 5 ga bo'laman 2, 3 ga bo'laman 8. Ya'ni B 16 ga teng. To'liqsiz bo'linma 16. Bizda to'liqsiz bo'linma javob, B javob 16. Keyingisiga o'taman. Keyingisi ikkinchi misol bo'ladi. Ikkinchi misol 215 ni qandaydir 19 ga bo'lganda, 19 ga bo'lganda qanaqadir bo'linma chiqdi-yu, qoldig'i 6 ga teng. Demak, 215 ni 6 ni ayirib 19 ga bo'lib qo'ysam bo'ldi. Shunda n chiqadi. Keyingi uchinchi misol bo'laman. Uchinchi misol 358 ni qandaydir songa bo'lganda to'liqsiz bo'linma, bo'luvchi to'liqsiz bo'linma 17 ga, qoldiq 1 ga teng. 358 dan 1 ni ayirib 17 ga bo'lib qo'ysam bo'ldi. 357 bo'lingan 17 teng. Keyingi misolga o'taman. 4-chi misolga. 4-chi misolda natural sonni, qandaydir natural sonni, A sonni 18 ga bo'lganda bo'linma, 18 ga bo'lganda to'liqsiz bo'linma 15 ga, qoldiq 3 ga teng. Bu sonni topish uchun 18 ni 15 ga ko'paytirib shuni qo'shib qo'ysa yetarli. Keyingisiga o'taman. 5-chisiga. 5-chi misolimizda qandaydir sonni, A sonni 1995 ga bo'lganda qanaqadir bo'linma chiqdi-yu, qoldig'i 1994 ga teng. Demak, shu sonni 5 ga bo'lganda qoldiq, mana bu sonni 5 ga bo'lganda qoldiqqa teng. Demak, mana bu 5 ga karrali son bo'lganligi uchun bu 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. 1994 ni 5 ga bo'lganda 4 qoldiq bo'ladi. Demak, qoldiq 4. Keyingisi qoldiqli bo'lishni ifodalaydigan sonlar berilgan. Ifodalaydi yoki qaysi biri ifodalanadi. 6-chisida 43 sonini 9 ga bo'lganda 5 dan chiqdi-yu, qoldig'i 2 bo'ladi. Bu birinchisi noto'g'ri, chunki har doim biz aytdik, bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lsin va qoldiq qo'shilsin deganmiz. Ikkinchisiga o'taman. Ikkinchisiga ikkinchi holatda bunda qoldiq ayrilib ketdi. Shuning uchun qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. 43 ya'ni 8 kara 5 qo'shiladi. Shunda bo'luvchi qoldiqdan katta, qoldiq qo'shiladi, ko'paytirib qo'shsam teng bo'ladi. Demak, ikkinchisi qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Uchinchisiga o'taman. Shunda uchinchisida
43 teng. 43 teng. 7 kare 5 va 8. Bu yerda bo'luvchi qoldiqdan kichik. Shunda qoldiq bo'lishni ifodalaydi. Keyingisiga o'taman. Keyingisi 4-inchisi. 4-inchisida 43 teng 21 kare 2 qo'shilgan 1. Demak, bunda bo'luvchi qoldiqdan katta, ko'paytirib qo'shsam qo'shilib beradi, 4-inchisi ifodalaydi. Demak, bizda 2-chi va 4-chi degan javoblar bo'ladi, qoldiqli bo'lishni ifodalaydigan ifodalar. 7-chisi 5-chi misolga o'xshaydi. Ya'ni 287 ni 17 ga bo'lsangiz, qoldig'i ma'lum bo'lib qoladi. 9-chisi 6-chisiga o'xshaydi. O'xshash bo'lganligi uchun qoldirib ketyapman. 8 ga keldik. 8 da Newton binomidan foydalanamiz. Binomidan foydalanaman. Endi qisqacharoq qilib aytishga harakat qilaman. 8-chi 9 ning 10-chi darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiq. 9 ning 10-chi darajasini 7 ga karrali yig'inda qilib yoki ayirma qilib keltiraman. 7 qo'shilgan 2 shuning 10-chi darajasi. Hop, tushunarli bo'lishini yozyapman. 7 ning 10-chi darajasi qo'shilgan 2 kare 7 ning 9-chisi qo'shilgan va hokazo 7 ning nimadir kamsiyat qatnashgan 7 ning 8-chisi davom etib boradi. Qo'shilgan 2 ning 10-chi darajasi. Har bir qo'shiluvchida 7 qatnashganligi uchun yig'indi 7 ga bo'linadi va mana bu oxirgi harfda 7 yo'qligi uchun 2 ning 10-chi darajasini, ya'ni 1024 ni 7 ga bo'lganda qoldiq topib qo'ysak bo'ladi. 10-chida bitta hop 7 3 qoldi 2 ni tushiraman 4 da 28 ayiraman 4 tushirdim 44 6 dan 6 ga 42 ayiraman 2 demak 2 qoldi qoladigan 9 ni 10-chi darajasini 7 ga bo'lganda qoldig'i 2 ga teng bo'lar ekan. Bu bizda 8-chi misolimizda S javob. Keyingi misolga o'taman. 9-chi misol. 9-dagi yuqoridagi misolga o'xshaganligi uchun qoldirib ketaman sizga. 10-chida. 10-chi misolda 7 69 671 6673 va 66675 bo'lganligi uchun bunda bir necha xil yo'llari bor bu misollashni. Xo'p, hammasi qo'shib 6 ga bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki 6 ga karrali sonlar hosil qilib 6 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Nima demoqchiman? 6 qo'shilgan 1 deyman. 7 ni 66 qo'shilgan 3 deyman. 69 ni 666 qo'shilgan 5 deyman. Keyingisi 6666 qo'shilgan 7 deyman. Keyingisini 66666 qo'shilgan 9. Mana bu 6 sonlari 66 666 sonlarini qo'shganda hammasi 6 ga karrali son hosil bo'ladi va 6 ga bo'linadi. Endi qoldiqlarni qo'shishamiz. 10 20 25. 25 ni 6 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng. 1 ga teng. Demak, shu yig'indini 6 ga bo'lganda qoldiq ham 1 ga teng bo'ladi. Keyingi misolga o'taman. Bizda 11-misol. 11-misolni qanday son berilgan? Shu sonni yozib olaman. Bunda oxirgi ikkita raqamga e'tibor qaratsangiz yetarli bo'ladi. Oxirgi ikkita raqamga qarataman, ya'ni 54 ni 2 ga, 4 ga, 5 ga, 9 ga, 10 ga va 25 ga bo'lgandagi qoldiqlarni yig'indisi so'ralgan. 2 ga bo'lganda juft son bo'lganligi uchun qoldiqsiz bo'linadi. 4 ga bo'lganda 54 ni 4 ga bo'laman. Bittadan 4, 14 ichida
3'den 12, 2 qoldiq bo'larkan. Demak, 2 ga bo'lganda qoldiq 0, 4 ga bo'lganda qoldiq 2. 5 ga bo'lganda qoldiq 4, 9 ga bo'lganda qoldiq 0. 10 ga bo'lganda qoldiq 4, 25 ga bo'lganda ham 4. Demak, shular yig'indisi kerak bizga. 8, 12, 14. Demak, bizda 14 degan javob D bo'lar ekan. Keyingisiga o'taman. Keyingisi 12, 12-chi misol. Yuqoridagi 8-chi misolga o'xshaganligi uchun qoldirgan o'zingizga va keyingi misolga o'taman. 3-chi misol. 2 ta natural sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiq. 2 ta natural sonni 13-misida. 2 ta natural sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiq. 1 va 3 ga. Demak, bu ta natural son olaman 6, masalan, ixtiyoriy. 5 ga bo'lganda qoldiq 1 bo'ladi. 5 ga bo'lganda qoldiq 1 bo'ladi. 3 bo'ladigan 8 oddiy bo'lganda qoldiq 3 bo'ladi. Demak, shu sonlarni, bu sonlarning kvadratlari yig'indisi 5 ga bo'lganda qoldi. Ya'ni 6 ning kvadrati va 8 ning kvadratini 5 ga bo'lganda qoldi hisoblaymiz. 5 ga bo'lganda qoldi hisoblash uchun 36, 64, 100 bo'ldi. 100 ni 5 ga bo'lganimizda qoldi 0 ga teng bo'ldi. Ya'ni 20 dan bo'lib 0 ga teng qoladi. Bunda Y javob. Bizda keyingi misolga o'taman. N sonni 14 ga keldik. 14-misolimizda n sonni 7 ga bo'lgandagi qoldi 5 ga teng. Demak, bunda 14-misolda n sonni 7 ga bo'lgandagi qoldi 5 bo'ladigan bo'lsa, degan 12 ni olaman. 7 ga bo'lsam qoldi 5 bo'ladi va m sonni 7 ga bo'lganda qoldi 6. Demak, 13. Shu sonlarni ko'paytmasini 7 ga bo'lganda qoldi bo'ladi. Ya'ni ko'paytirib 7 ga bo'lganda qoldi tanlab qo'ysak bo'ladi. Hop, keyingi misolga o'taman. Keyingi misolimiz 3 ga bo'linmaydigan natural sonning kubi. 3 ga bo'linmaydigan ixtiyoriy natural son olaman. Ya'ni necha bo'lishi mumkin? 4. 4 ni olaman. 15 ta 3 ga bo'linmaydigan natural sonni olaman. 15-sida ixtiyoriy 7 bo'la qolsin yoki 5 bo'lsa ham bo'ladi. Shuning kubi 4 bo'lsa ham bo'ladi. 4 ning kubi 64, 64 ni bo'laman 3 ga. O'zi 9 ga. 9 ga bo'lgandagi qoldi. Demak, 7 da 7 ga 9 63, aytsak bir x kichkinasini topib qo'ya qoldim. Va endi bu juft sonni, tog' sondan tekshirib ko'raman. Tog' sonni ham tekshirib ko'rishim kerak. 125, 125 ni 9 ga bo'ladi. 12-da bittadan 9 aytsak 4, 45, 45 ichida 5 dan qoldi 0 bo'lib qoldi. Demak, 0 va 1 bo'lishi mumkin ekan. Qoldi 0 ga teng bo'ldi. Shunda tog' sonlarda 1, juft sonlarda 0 chiqib boshlaydi. Demak, 1 va 0 bo'ladigan bo'lsa, bizda B javob bo'lar ekan. B javob. Keyingi misolimiz 35 ta natural sonni ketma-ket yozganda oxiri 35 ni 25 ga bo'lasiz, qoldi 10 bo'ladi. Ya'ni D javob bo'ladi. Keyingilari menimcha boshqa o'tilgan, tushuntirilgan misollarga o'xshaydi. Keyingi mavzuga o'tib ketsam ham bo'ladi. Keyingi mavzusi ikkiga ko'p bo'ladi. Qolgani masalan 5 ta 6 ta misol qoldi. Shu 5 ta 6 ta misoldan 22-si o'xshash. 21-chi sahifada gapirib ketsam bo'ladi. 21 yoki 18 haqida. 18 haqida gapiraman. Barcha 3 xonali sonlar ichida 45 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shu haqida gapirsak yarashar ekan. Demak, 18-si 3 xonali sonlar 1 dan 999 gacha. Shundan 1 dan 9 gachasi 1 xonali. 9 dan 10 dan 99 gachasi 2 xonali. Shunda 100 dan 999 gacha 3 xonali. Demak, 999 gacha 3 xonali. Bitta yozgan sabab bor, chunki 45 ga bo'linadigan 1 dan 9 gacha yo'q. Yoki 10 dan 99 gacha bor, 2 ta bor, 45 va 99. Keyingisida
aniqlash muammo bo'ladi, vaqt oladi. Shuning uchun eng katta 999 ni bo'lib olaman 45 ga. 45 ga bo'lib olaman va 45 ga bo'lingandagi butun qismi o'shancha 45 ga bo'linadigan son borligini aniqlab beradi. Demak, bizdan 3 xonali degani uchun 100 dan boshlanganida, ya'ni 100 gacha bo'lgan 45 ga 45 ga bo'ladigan sonlar ayirishgan. Boshladik. Ikkita 99, 9 o'chiraman. Yana ikkita 99 qoldi. Bizga 22 taligi ma'lum bo'ldi. Faqat 1 dan 999 gacha 22 taligi ma'lum. Shunda biz 1 dan emas, 100 dan boshlangan edik. 1 dan 99 gacha bo'lgan oralig'ida ikkita borligi ma'lum. 45 bilan 90. Demak, 20 da 100 dan 3 xonali degani uchun 100 dan 999 gacha bor yo'g'i 20 da 45 ga bo'linadigan son borligi ma'lum. Shuni qilsangiz ham bo'ladi yoki boshqa yo'nalishlar ham bo'lishi mumkin. Qilsangiz bo'ladi. Keyingi misolga o'taman. Keyingi misolga o'tishdan oldin 21-si nechta 2 xonali son 15 ga qolsiz bo'linadi deb 2 xonali son 10 dan boshlanadi 99 gacha yoki 99 15 ga bo'lib butun qismida nechta bo'lsa o'shancha olib ketsangiz bo'ladi. 20-si sizga mulohazalar, o'tgan mavzularimizni tushuntirdik, qanday topish kerakligini, qaysi mulohazadan boshlash kerakligini, qaysi javobdan boshlash kerakligini. Keyingi mavzusi ikki bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Savollar bo'lsa, aynan bitta ikkita misollarni qoldirib ketyapman. O'sha tushunmagan joylar bo'lsa, so'rab ketsangiz bo'ladi. Va kommentlarda faol bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.